Notebook uchun yoki shaxsiy kompyuterlar uchun juda ham kichkina lekin sifatli ovoz chiqaradigan kolonka kerak bo'lsa, bugungi video aynan siz uchun. Ya'ni Edifier kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan R12U deb nomlangan ajoyib ixcham ko'rinishdagi kolonkani obzorini boshlaymiz. Aytgancha bizda buni ikki xil rangi bor. Kolonkamiz tarkibi bilan tanishadigan bo'lsak, kolonkamiz o'zi chiqadi, korobkasi va kichkinagina yo'riqnomasi bor. Ya'ni yo'riqnomasiz ham bemalol mana shu videoni ko'rish orqali kolonkani ishlatsanglar bo'ladi. Kolonkani biz kompyuterga, qurilmalarga mana shunaqangi ikkita port orqali ulaymiz, ya'ni USB Type A orqali quvvat oladi. 3,5 mm audio jack orqali audio xabarlarni qabul qiladi. Bizda kolonkamiz 180 Hz dan 20 kHz gacha bo'lgan ovozlarni chiqarishi mumkin. Ushbu kolonkamiz umumiy kuchi esa 2 wattdan ikkita stereo kolonka hisoblanadi. Ya'ni jami 4 watt deyishimiz mumkin. Ushbu kolonkani kuchini, misol uchun monitorlarda ham bo'ladi, 2 wattdan ikkita stereo kolonkasi bor deb yozib qo'yiladi. U bilan qaraganda haqiqatan ancha-muncha farq qiladi. Monitor yoqib qoldi, lekin kolonkasi bo'lgani uchun narxi qimmatroq bo'layotgan bo'lsa, undan ko'ra alohida mana shunaqangi kichkina ixcham kolonkani xarid qilib olgan ancha yaxshiroq. Notebook ishlatasizlar, notebook kolonkasi sizga pastlik qilayotgan bo'lsa, bemalol mana shu kolonkani xarid qilib notebookka ulab maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Biz ko'rib borsanglar, videoning oxirida aynan notebookka ulab test qilganmiz. Xo'p, asosiy boshqaruv qurilmasi mana shu o'ng tarafdagi kolonkasida joylashgan. Ya'ni bir vaqtda bu bizda ikkita vazifani bajaradi. Ya'ni eng pastiga tushirsak kolonkamiz o'chadi. Ya'ni ovozini eshitsanglar bo'ladi va kolonkamiz yongandan keyin bu tugma bizda ovozni past baland qilishga xizmat qiladi. Undan ham tashqari, endi bilamiz, notebook ulaganimizdan keyin tuynigi band bo'lib qoladi. Shunaqa holatda naushnikni ham to'g'ridan-to'g'ri mana shu kolonkaga ulab ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni 3,5 mm audio jack tuynigi bor. O'zi $10 atrofidagi bozordagi har xil nomlarini aytmay, brendlarni ishlatib ko'rsanglar, qanaqadir baslari yaxshimi yoki sifatsizroq bo'ladi. Edifier kompaniyasi menimcha ko'pchilik biladi, shuning uchun ham kichkina bo'lishiga qaramasdan ovozlarni ancha yaxshiroq chiqarar ekan. To'g'ri, 60-70% dan balandroq qilsak ovozni pastchastamiz kamayib ketishi mumkin, lekin kolonkamizni shu ovoz past baland qilish orqali 60-70% gacha ishlatsak, hattoki pastchasta, ya'ni baslarini ham yaxshi berar ekan. Kichkinagina tashab ketilgan joy orqali ham o'zi pastchastdagi ovozdagi qanaqa mehr berilganligini bilib olsanglar bo'ladi. Ya'ni pastchasta bo'lgandan keyin albatta bunaqangi subwoofer uchun joy tashab ketilgan bo'lishi kerak. Yana kichkina bo'lsa ham baschasi bor demoqchiman ushbu kolonkani. Marhamat, uy sharoitida dars qilish uchun, kino ko'rish yoki notebookga qanaqa kolonka olsam ekan deb o'ylanib yurgan bo'lsanglar, sizlar uchun eng yaxshi variantdagi kichkina ixcham kolonkalardan biri hisoblanadi. Albatta, ijdokorlar orqali qulay narxlarda xarid qilishinglar mumkin. Ushbu kolonkamizni dinamiki 1/4 dyumdagi, ya'ni 60 mm dagi bu kolonka dinamikka ega hisoblanadi. Ana endi ovozini o'zini haqiqiy real testda eshitib ko'rishinglar mumkin. 5 ta knopkasi orqali biz menyuni boshqarishimiz mumkin. Eng pastdagi o'chirib yoqish, yuqoridagi birinchisi menyuni ishga tushirish yoki enter vazifasini bajarsa, undan keyin ikkitasi tepa pastga tushib chiqish. Marhamat, ushbu kolonkani ishlatib ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyada o'zingizlarning shaxsiy fikringizni qoldiringlar. Albatta, yoqqan bo'lsa, Edge Computers orqali xarid qilishinglar mumkin. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha charchamang.